Assalomu alaykum. Akfasiti kanali obunachilari. Hop, bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Bo'ston MFIga bo'ldi. Bu yerga jami 3 ta eshik, 5 ta rom, 6 ta fortishka olib kelib o'rnatib berganmiz. Hop, romlarimiz razmerlari. Hop, bunisi 230, bulari hop 240 dan bo'lgan. Bu romiz 120 bo'lgan. Bu ham hop 230 bo'lgan. Romlarimiz bo'yi. Romlarimiz bo'yi 160 bo'lgan. Hammasi bir xilda. Hop, 4 ta ko'zli, 2 ta ochilish. Oynaklari 2 qavat, 1 qavat yo'l, 1 qavat oq. Hop, eshiklarimiz tagiga arkafon qo'yib berganmiz. Materiallarimiz akfalmi, xudo xolasa. Ochilib yopilishlari hamma yo'q, xudo xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi. Hop, ichkari tomonlariga hop patagonni qo'yib berganmiz. 35 sm da. Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqqan. Romlarimiz ochib yopilishlari. Hop, akfani o'zini oshiq-moshiq petlalari, hop, delfinlari foydalanganmiz. Hop, bu tomonda ham xuddi shunaqa yurishlari mumkin. Xudo xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi. Hop, tashqari tomonlariga hop 98 ga hop 48 fortishka qo'yib berganmiz. Hop, fortishkalarimiz qaysi ko'rinishda, hozir nari tomonda ko'rsatamiz. Bu tomonda ham eshiklar 3 ta eshigimiz razmeri bor. Bittasini bo'yi 10 sm kichikroq. Hop, 150 ga hop 160 bu romimiz. Hop, 3 ta ko'zli bo'lgan. Bunda ham xuddi patagoniylar bor. Bu tomonda 2 ta, bu tomonda 2 ta fortishkasi bor. Hop, xudo xolasa ochilib yopilishlari juda chiroyli holatda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari xudo xolasa juda go'zal holatda bo'ldi. Eshiklar saylari arkafon bo'ldi. Hop, bu tomonda ham hop xuddi shunaqa. Bu tomonda ham romlarimiz bir xilda razmerlari 240 ga 160. Romlarimiz 120, eshigimiz 120 ga. Bu ham 240 bo'ldi. Xudo xolasa juda chiroyli holatda kelib o'rnadi. Ko'rishlari mumkin. Ochilishlari ham juda chiroyli holatda bo'ldi. Aynalarimiz aynalarimiz ichlariga dorilari, germetikalari, обязательный penalari aylantirib qo'yildi. Bu fortishkalarimiz mana xuddi shu ko'rinishda bo'lgan. Hop, ochilib yopilishlari xudo xolasa bexijolat. Qaytib qo'yib berganmiz. Qo'llagan joylarida buni to'xtatib qo'yishlari mumkin. Hop, 3 ta eshik, 5 ta rom, 6 ta fortishka, patagonli 2 qavat oynalari, eshiklarimizda arkafon olib kelib o'rnatib berishlarimiz bilan hop 21 million so'm bo'ldi. Kimga shunaqa akfa eshik romlar kerak bo'lsa, Akfasitiga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib beramiz.